Davlatimiz rahbari bugun shuningdek yirik energetika loyihalarini amalga oshirish, energiya tizimi barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Dunyo tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Energiya resurslariga bo'lgan talab oshib borayotgan sharoitda eng katta ustunlikka ega bo'lgan davlatlar uzoq muddatli modernizatsiyalangan va diversifikatsiya qilingan energetika tizimlarini yaratayotgan mamlakatlardir. Energetika sohasidagi tizimli ishlar iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, yangi ishlab chiqarishlarni rivojlantirish, mahsulotning o'z xarajatlarini qisqartirish, hududlarni rivojlantirish va aholi uchun energiyani munosib darajada mavjud bo'lishi kabi muhim omillarni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida islohotlarning samaradorligini va xalqaro biznesning ishonchini belgilaydi. Shu bois O'zbekiston hozirgi kunda energetika sohasiga alohida e'tibor qaratmoqda va uni mamlakatni modernizatsiya qilishning fundamental asosi sifatida qarayapti. Biroq bugungi natijalarga erishish yo'li oson bo'lmagan. O'tmishdagi obyektiv va subyektiv omillar bir necha 10 yillar davomida tizimli muammolarni shakllantirgan va ular mamlakat rivojlanishi uchun jiddiy to'siqqa aylangan. Infratuzilma eskirgan holda bo'lib, ayrim hududlarda tarmoqlardan foydalanish darajasi 50-60% ni tashkil etib, doimiy avariyaga va uzatishda katta yo'qotishlarga olib kelgan. Generatsiya quvvatlari texnik va ma'nan eskirgan. Energiya samaradorligi past, mavjud quvvatlar esa iqtisodiyot va aholi ehtiyojlarini qoplamagan. Tarif siyosati ochiq emasligi investitsiyalar kirishini to'sib kelgan. Raqobat va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining yo'qligi esa korxonalarning samaradorligini pasaytirgan. Xalqaro sarmoyadorlarning yirik investitsiyalari uzoq vaqtgacha jalb etilmagan. Yashil energetika sohasida faol siyosat yo'q edi va quvvatlardan foydalanish potensiali, ayniqsa quyosh va shamol energetikasida deyarli ishlatilmagan. Sohadagi tub o'zgarishlar 9 yil avval prezidentimiz tashabbusi bilan boshlandi. O'zbekistonda energetika sohasida eng chuqur va kompleks islohotlarga kirishildi. Yangi yondashuv strategik rejalashtirish, bozorlarni ochiq qilish, xalqaro kapitalni jalb qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish asosida yaratildi. Qisqa vaqt ichida rivojlantirilgan choralar kompleksini amalga oshirish mumkin bo'ldi. Boshqaruv choralari orasida eng muhimi generatsiya quvvatlarini modernizatsiya qilish va kengaytirish bo'yicha davlat dasturlari qabul qilindi. Yuqori energiya samaradorligiga ega zamonaviy gaz stansiyalari qurildi. Bu yillik milliardlab kubometr gazni tejash imkoniyatini berdi. Elektr tarmoqlari infratuzilmasi qayta qurildi va modernizatsiya qilindi. Minglab kilometr uzatish liniyalari yangilandi. Podstansiyalar modernizatsiya qilindi, raqamli boshqaruv tizimlari joriy etildi. Yangi issiqlik elektr stansiyalari ishga tushirildi, mavjud obyektlar quvvatlari kengaytirildi va umumiy generatsiya hajmi oshirildi. Soha xususiy kapital va xalqaro kompaniyalar uchun ochildi. Hozirgi kunda Mastar, Aquapower, Baltalia, Total Eren kabi dunyodagi yirik kompaniyalar O'zbekistonning energetika sohasida strategik sheriklarga aylandi. Hamkorlik loyihalari orqali milliardlab dollar sarmoya jalb qilinmoqda. Prezidentimiz quvvatlarning ekologik toza turlari, quyosh va shamol energiyasini mamlakat iqtisodiyoti uchun haqiqiy kuchga aylantirish vazifasini belgiladi. So'nggi yillarda mintaqadagi eng yirik quyosh elektr stansiyalari qurildi. Shamol energetikasida esa bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi. Shuningdek, energiyani samarali balanslash uchun energiya zaxiralari yaratish ishlari boshlandi. Davlatimiz rahbari sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Doimiy majlislar, taqdimotlar va videoselektor yig'ilishlari orqali sohaning holati, muammoli masalalar va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Tizimli qarorlar qabul qilinadi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, boshqaruv samaradorligini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish maqsad qilinadi. 2025-yil 5-dekabrda prezidentimiz 42 ta energetika obyektlarini ishga tushirdi va 21 ta yangi loyihaning qurilishini boshladi. Ushbu loyihalar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, hududlarda uzluksiz energiya ta'minoti, ishlab chiqarish quvvati hamda qishloq va sanoat sektori uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Prezidentimiz huzurida yirik energetika loyihalarini amalga oshirish, energiya tizimi barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish oldidan tegishli tuzilmalar kun tartibini batafsil ishlab chiqdilar va amaldagi vaziyatni chuqur tahlil qilishdi. Bugun taqdimot qilinadigan yangi energetika loyihalari qaysi hududlarda energiya ta'minotini yaxshilashga xizmat qiladi? O'sha prezidentimiz tashabbuslari bilan boshlangan loyihalar o'sha har hududlarga borganlarda, xorijga tashriflarga buyurilganda o'sha investorlarni jalb qilish bo'yicha berilgan topshiriqlar doirasida erishilgan kelishuvlar doirasida amalga oshirilgan. Mana bu yil ishga tushadigan loyihalar Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyati, Toshkent shahrida, Namangan viloyati, Andijon, Farg'ona viloyatlarida hammasini qamrab olgan. Ya'ni deyarli barcha hududda loyihalar ketayotganlik va ketayotganda ham issiqlik elektr stansiyalari, gidrostansiyalar. Bu barcha hududlardagi mikrogeslarni inobatga olmaganda. Quyosh elektr stansiyalari, shamol, batareya saqlash tizimlarini bo'yicha olib borilayotgan loyihalar bo'yicha. Hozirgi kunda 133 ta loyiha amalga oshirilayotgan bo'lsa, shundan strategik 73 tasini prezidentimiz alohida belgilab, ularga alohida nazorat mexanizmini biriktirildi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu faqatgina generatsiya bo'yicha, lekin bundan tashqari biz
tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni tayyorlaganmiz. Bu o'sha barcha hududlarda uzatish tizimlari 25-yil yuzida qancha ishlar qilindi, 21-24-yillarda qancha yangi tarmoqlar, bu yuqori kuchlanishli, podstansiya yuqori kuchlanishli tarmoqlarni qurilishi. Bu bo'yicha bugun mana alohida taqdimot, ya'ni bu shu generatsiya bo'lgan quvvatlarni deyarli hamma qolgan hududlarga yetkazib berish bo'yicha vazifalar bo'yicha bugun taqdimotimiz bor. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yirik energetika loyihalarini amalga oshirish, energiya tizimi barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Tanqidiy, tahliliy ruhda o'tkazilgan yig'ilishda qayd etilganidek, mamlakatimizda elektr energiyasi bo'yicha jami generatsiya quvvatlari 25.8 ming megawattga yetdi. Shundan quyosh, shamol va gidroenergetika 8 ming megawattni, ya'ni umumiy hajmning 31% tashkil etmoqda. 2026-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 90 milliard kilovattga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, bu 2020-yilga nisbatan 40% o'sish demakdir. Joriy yilda iqtisodiy o'sish hamda tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmlarini oshirish hisobiga elektr iste'moli yana 1 milliard kilovat soatga ortishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan aholi va iqtisodiyot ehtiyojlariga mos ravishda energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berish, tarmoqlarni yangilash, investitsiyalarni ko'paytirish, yirik loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish birinchi navbatdagi vazifa sifatida belgilandi. Bugungi kun holatiga ko'ra yoqilg'i energetika majmuidagi investitsiya portfeli 133 ta loyihani qamrab olgan bo'lib, umumiy qiymati 51.4 milliard dollarni tashkil etmoqda. Shundan 43 milliard dollarlik 73 ta yirik loyiha bo'yicha tizimli yondashuv qilib, yil yakuniga qadar 6770 megawatt yangi quvvatlarni ishga tushirish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Bu 2.8 ming megawatt quyosh, 2.5 ming megawatt issiqlik, 470 megawatt shamol, 68 megawatt gidroenergetika quvvatlari hamda 884 megawatt energiya saqlash tizimlaridir. Biroq ayrim loyihalarni kelishish va yer ajratish bilan bog'liq jarayonlarda turli sustkashliklarga yo'l qo'yilayotgani oqibatida mavjud loyihalarni kengaytirish va yangilarini boshlash orqaga surilayotgani tanqid qilindi. Mutasaddilarga yer ajratish va toifasini o'zgartirish ishlarini tezlashtirish topshirildi. Umuman, joylarda energetikani rivojlantirish va energiya tejamkorlikni ta'minlashda energetika vazirligi va hokimliklar yaqin hamkorlik va muvofiqlashuv asosida ishlashi zarurligi qayd etildi. Loyihalarni amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar va mahsulotlar ishtirokini yanada kengaytirish muhim ekani ta'kidlandi. 2025-yilda investitsiya loyihalarida mahalliy komponent ulushi 737 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkichni 1 milliard dollardan oshirish maqsad qilingan. Jumladan, o'tgan yili transformator ishlab chiqarish zavodi ishga tushdi. Joriy yilda yangi turdagi kabel va muftalarni, shamol elektr stansiyalari minoralari va parraklarini mahalliylashtirish loyihalarini ishga tushirish, energiya saqlash tizimlarini mahalliylashtirish loyihasini boshlash rejalashtirilgan. Elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi ortayotgan sharoitda uni iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berish masalasi dolzarb ekan, lekin qo'shimcha yuqori kuchlanishli magistral tarmoqlari qurilmasa, generatsiya quvvatlari iste'mol hajmidan oshib ketish xavfi mavjudligi ko'rsatib o'tildi. O'tgan yil elektr tarmoqlarini rivojlantirishga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish surati yetarli emasligi qayd etildi. Shu munosabat bilan yaqin yillarda jami 602 kilometr uzunlikdagi Talimarjon So'g'diyona, Sirdaryo Xalqa va Qorako'l Nurobod liniyalarini 2030-yilga qadar yangi Angren Namangan tarmog'i hamda Namangan Nim stansiyasini qurish rejalari haqida axborot berildi. Toshkent shahrida 75 kilometr yuqori kuchlanishli tarmoqlar va 5 ta nim stansiya qurish, 69 kilometr tarmoq va 18 ta nim stansiyani modernizatsiya qilish, 638 kilometr past kuchlanishli tarmoqlar va 161 ta transformator shoxobchalarini modernizatsiya qilish topshirildi. Qo'shni davlatlar bilan energetika tizimlarini integratsiya qilish hisobiga vodiy viloyatlarida elektr ta'minotini yaxshilash rejalari ham muhokama qilindi. Surxon Puli-Xumri yuqori kuchlanishli tarmog'i va uning nim stansiyalari qurilishini jadallashtirish vazifasi qo'yildi. Energiya samaradorligi borasida hali ko'p ishlar qilinishi shartligi qayd etildi. Soha va tarmoqlarda 2026-yilda 4 milliard 378 million kilovat soat elektr energiyasi, 2 milliard 840 million kubometr tabiiy gaz tejash uchun tizimli va manzilli choralar ko'rish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Yirik korxonalarda ishlab chiqarish hajmini o'zgartirmasdan energiya sarfini kamida 10% ga kamaytirish, tarmoqlar va ijtimoiy obyektlarda energiya samaradorligini oshirish uchun 200 million dollar resurs jalb etish choralari belgilandi. Respublikamiz hududlarida issiqlik va kogeneratsiya markazlarini qurish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish topshirildi. Toshkent shahrining har bir tumanida bittadan kogeneratsiya markazini tashkil etish ishlari davom ettiriladi. Yunusobod tajribasi asosida hududlarda 7 ta kogeneratsiya markazlari quriladi. Issiqlik stansiyalari kuz-qish mavsumida barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida ular uchun suyultirilgan gazni saqlash infratuzilmasini barpo etish masalasini o'rganib, takliflar kiritish topshirildi. Yig'ilish yakunida prezidentimiz strategik loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish, magistral va taqsimlovchi tarmoqlarni jadal rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi.